Assalamu alaikum musulmon bir to'g'anlar. Sizlar men Bozor xabar kanali. Bugun 6-aprel Qirg'iz elim rubl kurs ballarini ko'rsatib beramiz. Kechki tushdan keyingi rubl kurs ballarini ko'rsatib beramiz. Biz men bo'lib like bosib, podpisatsiya etib qo'llab turingiz. Qaysi yerdan rublni yaxshi olsa bo'ladi, o'sha jo'nda aytib ketamiz videoning oxirida Qirg'iz elim. Qaysi yerdan rublni o'ydiroq kursda almashtirib olsangizlar bo'ladi. Hozirda Keremet bankda rubl 98 ga tushib qolibdir. Sotilishi 1.10 dan bo'ladi Keremet bank Qirg'iz elim. Videonun oxirida aytamiz Qirg'iz elim qaysi yerdan almashtirishni adresini like bosib podpisatsiya etib qo'llab turingizlar. Qirg'iz elim bizda 98% adam like bosib hamda xattalay ko'rsatdi, podpisatsiya etdi. Like. 99 Qirg'iziston bankda 99 sotilishi 1.10 bo'ladi. Qirg'iz elim 1.11 bo'ladi. Bishkek shahrindamiz, ayta ketayin. Bishkek shahrida rubl kurslarini ko'rsatib beramiz. Jallabat o'shtirda rubl uydiroq bo'ldi. Kechindi kichine tushdi buna. Bu yerda da ertamen yaxshi bo'lgan. Qirg'iz elim Doskrido bankka keldik. Optima bulacagı bo'lsa Doskrido bank. Doskrido bankda da rubl 97 bo'ldi Qirg'iz elim, sotilishi 1050 dan bo'ldi. Almashtira turing, valyutchiklerde almashtiringizlar. Valyutchiklerde 1.25 dan sotdi Qirg'iz elim rublni.